Tradingda gap yutuq yoki mag'lubiyatda emas. Eng muhimi bu bajarish. Sening vazifang har safar natijadan qat'iy nazar o'z rejangni bajarish. Agar shuni bajarsang, bozorda kiritganingdan ko'ra ko'proq kapital chiqarib olasan. Lekin amalda nima bo'ladi? Hammasi juda oddiy. Narx sen qo'ygan stopga yaqinlashganda, ichingda yana ozgina stopni sursam bo'ladimi degan o'y paydo bo'ladi. Aynan shu payt sen qimor o'ynashni boshlab yuborasan. Narxga yana ozgina suraman deb qaror qilganing zahoti endi sen o'yin o'ynamoqdasan. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, bugun 8-yanvar challenge'imizni 22-kuni. Bugun hamma video olishga ulgurmadim. To'g'risi ancha kayfiyatim yo'q. Ofisimizda o'zimiz yaqinlarimiz orasida ancha bir-ikkita konfliktlar kelib chiqdi. Shuning uchun video olishga, video yozishga vaqtim bo'lmadi. Endi mana kech soat 12:30 bo'ldi. 12:30da yozib qo'yaman. Bugungi challenge'imiz o'sha общий summa $49,898 bo'ldi. Challenge 22-kuni 8-yanvar bugun. Xudo xolasa ertaga juma уже. Inshaalloh balojini qanaqa ketayotgan bo'lsa, xuddi shu tartibda tretimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugun juda yaxshi kun bo'lmadi. Qaysidir ma'noda endi bu o'zimizning ichki gap so'zlarimiz, ya'ni ichki naqalarimiz hisoblanadi. Shuning uchun bularni videoga olib chiqishim shart emas. Bugungi challenge kunimizda bitta dona videosi bor, o'sha selni olganimiz. Undan keyin o'shani foydalanib Instagramga qo'ymadim, ko'rdinglar payshanba kuni. Xudo xolasa videosi chiqadi Reelsda bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Challenge'imiz как положено davom etyapti. O'zining tartibida, o'zining tizimida va xudo xolasa bir yil davomida videoni ko'rib borasizlar. Nasib qilsa, o'zi shunaqa gaplar, to'g'risi gap ham kelmayapti. Bunga ishlardan keyin. Shuning uchun qolganda o'sha videoda ko'rib olasizlar, o'sha foydalari videoni tepasida tushadi, ko'rsanglar bo'ladi. O'sha bugungi holat bo'yicha o'sha общий $49,890 va $98 to'xtadi. Endi xudo xolasa ertaga ham foydamizni qilamiz. Juma kuni shu bilan bozor yopiladi. Dushanbadan yana как положено o'z tartibimiz, o'z intizomimiz bo'yicha harakat qilib boraveramiz. Bizda hozircha shunaqa gaplar, shunaqa yengilliklar. Nima deymiz? Yaxshi yomon kunimizga shukr qilamiz xolos. Qolgani o'sha o'zini vaqtda, o'zini soati bilan sekin bo'laveradi. Bizda shunaqa gaplar olganlar. Bugun to'g'risi gapirish niyatim yo'q, gapirgim ham kelmayapti. Videoda ham gapirmaganman. Shuna videoni olganman bo'ldi. Shunaqa gaplar kelib o'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Hammalarga savdolarda, o'zinglarni ko'chadagi ishinglarda omad tilab qolaman. Neki niyatinglar bo'lsa, Alloh taolo hamma niyatinglarga erishtirsin. Bizda shunaqa gaplar. Tugatdi video.